Buxoroga bordim. 8 soat yo'l, ertalab soat 4 da uyga kirib bordim. Dadam uxlayotibdi. Mana uxlarim. Soat 8 dadam turdilar, turg'izyaptilar. Turay, sasib yotaverasan. Ha, quyosh chiqqan qara. Mana qo'shnini bolasi uchqanor o'ttirib keldi ertalabdan beri. Sen yotishingni qara. Dada, u hech qayerda ishlamaydi. Uni ishi shu. Senga gap desam, tur o'ttir. Chiqdim, o'ttiryapman. Javohir kelyapti. Qo'shnim. Ha, Javohir desam, o'ttirishga. Nechta mollaring bu o'zi? Ikkita sigirimiz. Uchqanor o't yetmaydimi senlarga? Yo, yetadi aka. Nimaga chiqding? Sizni deb. Nimaga? Dadam, ana qo'shnini bolasi Toshkentdan charchab kelgan bo'lsa ham moliga o'ttiryapti. Sen bizga yotibsan.